Assalomu alaykum azizlar. Bugungi videomuz gullarning malikasi gulxayri guli foydali xususiyatlar haqida boradi. Gulxayri 1 yillik o'simlik, poyasi tik. U Yevropa, Osiyoning turli mintaqalarida o'sadi. O'zbekistonda ham tabiiy holda o'sadigan 10 ga yaqin turlari bor. Gullari qizil, pushti, oq sariq, binafsha rangda, bargi keng shapaloq bandli tuxumsimon bo'ladi. Buyuk tabib Ibn Sino gulxayri muttadil darajada issiq. Uni sirka bilan qo'shib dog'larga surkaladi. Va muolaja oluvchini oftobga o'tkazib qo'yiladi. Shishlarni yumshatadi, chipqonni pishiradi. Urug'i issiq yo'talga, balg'amni ko'chirishga, qon tuflashni to'xtatishga ishlatiladi deb ta'kidlagan. Gulxayri gulining kimyoviy tarkibiy hamma qismlarida ilmli moddalar saqlaydi. Guli bargida pektinlar, antioksidantlar, efir moylari, ildiz qismida shilliq moddalar 11% gacha, kraxmal 37% gacha, saxaroza 10% gacha mavjud. Xalq tabobatida uning guli va ildizidan yo'talni yengillashtirishda, tomoq og'rig'ida, oshqozon ichak muammolariga, ich ketishga, qiynalib siyishga va qovuqdagi toshlarga qarshi foydalanadi. Ilmiy tibbiyotda gulxayri gulini dorivor preparatlar o'rab oluvchidir. Dorivor gulxayri o'simligining yer ustki qismidan ajratib olingan uglevodlar aralashmasidan mukaltin preparati balg'am ko'chiruvchi, dori sifatida yuqori nafas yo'llari va o'pka yallig'lanishi kasalligida ishlatiladi. Damlamasi og'izdagi stomatit va boshqa kasalliklarda, shilliq parda yallig'langanda og'iz chayqadigan vosita sifatida qo'llaniladi. Damlama tayyorlash uchun 1 osh qoshiq quritilgan gulxayri gulining ustiga 1 stakan 200 ml qaynoq suv quyib, ustini yopiq holda 20 daqiqa damlanadi. So'ng suzib, kuniga 2-3 marta 2 osh qoshiqdan ichiladi. Bu damlama yo'tal, tomoq og'rig'i, bronxit va shamollashlarga yordam beradi. Shifokor tavsiyasi asosida. Azizlar, kanalimizga obuna bo'ling. Like bosib, izohlarda fikrlaringizni qoldiring. Biz bundan ozgina mehnatimizni inobatga olganingizdan mamnun bo'lamiz.